Anlayotganımız Erdem Çastoğlu. Assalamu alaykum, radio dolqullar aldidagi qeyrinishim. Şeker şembeniz ma'nilik, barakatlik, xo'shallik bilan o'tsin. Voy rahmat, qizg'in alqishlaringlarga, Erdem Chastotisiga qayta kirganingizdan mamnunman. Oldingi sondagi anglitishdan keyin nurg'unlagan muxlislarningki yangi baholarga, qutuq umidlarga va shundaqla taklif fikrlarga muyassar bo'ldim. Navoda sizniki qandaq so'zingiz bo'lsa, Amang ilxat yoki xonamga so'z qoldirsangiz bo'ldi. İlxat adresimiz İngilizce erdemuyghurchannel@gmail.com bo'ldi. Hamda kanalimizni Instagram, Facebook, YouTube, Podcast, Spotify, Anchor qatorliq yumtallardan mushtari bo'lib olsangiz, yangi mazmunlardan xabar bo'lib tursiz. Әмсә, növətdə proqramımızı başlap ketaylik. Proqramını başlaşdan burun dunyoga bir nazarimizni səvəsək, dunyoda nima ishlar bo'lyapti? Bu yerda bir xabardan nima debdi degan chaqda, yer shariga o'xshaydigan planeta bayqaldi debdi. Amerika olam qatnash idorasi NASA yer sharidan 300 nur yil yiroqlikda hozirgacha yer shariga intayin o'xshaydigan bir planetaning borligini bayqaganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabari NASA 300 nur yili yiroqlikda yer shariga o'xshaydigan bir planetaning bayqalganligini e'lon qildi. NASAning bu vaqtdagi bayonotiga asoslanganda bayqalgan yangi planetaga 1649C Kepler deb nom berilgan. Planeta Kepler olam teleskopi tarafidan bayqalgan. Balkim shu teleskop orqali bayqalganlik uchun shuningki nom berilgan bo'lishi mumkin. Yana yangi planetaning olamda yer shariga intayin o'xshaydiganligi va o'xshash havo temperaturasiga ega ekanligini debdi. Cho'nligi yer sharidan 1,6 hassa cho'ng bo'lgan 1649C Kepler yer shari quyoshdan qabul qilgan nurning 75%ni qabul qildi ekan. Әмсә, мияда bir o'qishliq paka ko'pchilikninki huzuriga sunishni to'g'ri ko'rdim. Muvaffaqiyat qozonuvchilardagi 13 xil odat deydi. Qarab baqaylik bizda qancha xil bakin. Hamda kishilarda yaxshi odatmi, yomon odatmi bo'ldi? Yaxshi odat sizni muvaffaqiyat yo'liga boshlaydi debdi. Birinchidan, muvaffaqiyat qozonuvchi bir ishda uni qilishdagi maqsadini aniq bildi. Bundaqlar ishning natijasiga ko'ngil bo'lsa-mu, uni qilishdagi maqsadga bakrak ahamiyat berdi. Maqsadning aniq bo'lishi ularning natija qozonishiga turtki bo'ldi. Ular bu jarayondan huzurlandi. Ikkinchisi, muvaffaqiyat qozonuvchi keskin qaror chiqardi. Qarorini o'zgartmoqchi bo'lgan chaqda ehtiyot bilan o'ylanib ish ko'rdi. Odatda kishilar bir ishga yo'liqqanda azmilik bilan qaror chiqardi, ham qaroridan tezligini oladi. Muvaffaqiyat qozonuvchilarningki keskin qaror chiqarishidagi sabab ularning qimmat qarashi va ideyasi aniq bo'ladi. Ular ishninki eg'ir yenilikligini, jiddiy yoki jiddiy emasligini biladi. Shunga ishlarni atrofliq bir taraf qila oladi. Uchinchidan, muvaffaqiyat qozonuvchilar boshqalarningki so'zini zansilib anglaydi deydi. Hamda zansilib anglash boshqalarningki so'zini anglash bo'lib qolmay, balki boshqalarningki nima demoqchi ekanligini oydinlashtirish. Boshqalarningki so'zini zansilib anglagan chaqda mundaq bir necha ishga alohida diqqat qilish kerak ekan. Birinchidan, boshqalarningki so'zini bo'lmaslik. Ikkinchidan, boshqalarning so'zini to'liq anglash. Uchinchidan, boshqalarningki so'zini xotirlab olish hojat bo'lmasa-mu, nima demoqchi bo'lganligini oydinlashtirib olish. To'rtinchidan, so'rmoqchi bo'lganlarni ko'ngliga bukib, qarshi taraf so'zini tugatganda so'rash. Endi to'rtinchi bosqich
4-chi xil odat muvaffaqiyat qozonuvchilarningki kundalik plani bo'ldi debdi. Sizning kundalik planingiz bormi yo'qmi? Endi muvaffaqiyat qozonuvchilar oldingi kuni kechda yoki shu kuni saharda bu bir kunlik ishlarni xotirlab chiqadi ham bu ishlarning muhimlik darajasi bo'yicha radga turg'izdi. Ular vaqtni emas, balki ishlarni o'rinlashtirdi. 5-chi xil odat bo'lsa muvaffaqiyat qozonuvchilari kundalik xotira yozdi deydi. Men bir chog'lar kundalik xotira yozdim. Hozir nari qoldi ekan. Davomlashtiraylik. Kundalik xotira yozishning qoidasi birinchidan mazmunni ishborlashga ahamiyat berish, qilibqi isil bo'lmaslik, ikkinchidan kundalik xotira yozishni izchil davomlashtirish. Uchinchidan kundalik xotira yozish orqali o'zining hayotlik qiymati va markaziy ideyasini loyihalash. To'rtinchidan har bir ishninki farqini xotirlash. Beshinchidan alohida vaqt va alohida ishlarni xotirlash. Oltinchidan masalani hal qilish. Yettinchidan bilimli kishilardan so'rab o'rganish. Sakkizinchidan xotirasiga o'z bayonini yozish. To'qqizinchidan kundalik yozilgan mazmunlarni oy oxirida ko'rib chiqish. 10-dan asli saqlash xotirasi va tajribasini yuksaltirish debdi. Endi bu kundalik xotira yozishda meningki ko'pchilik deydigan beradigan fikrim ba'zan chog'da biz eng ibtidoiy usulda qalamni bilan qog'oz yozamiz, ammo hozirgi internet yoki telefonlar umumlashgan bugungi kunda meningcha bo'lgan chog'da ba'zan chog'da yozish xo'shaqmay qolib qolsa, yetib yoki siz telefon o'ynab o'tirganning o'rnida telefoningizni ichib, hamma telefonninki bor not deydigan yer bor, ya'ni konspekt yozgan bir yumtal. Ashni ichib o'zingizning planlaringizni shu kunda bo'lgan ishlarni yozib qo'ysangizmi, mushuning o'zimi bir kundalik xotira bo'lib mangdi. Endi diqqat qilishga tegishli yeri, chunki bu kundalik xotirangiz sizningki shaxsiy mulkingiz bo'lganligi uchun buni endi ma'vu telefon yoki kompyuterga yozgan chog'da alohida diqqat bilan buningga siferlik kodlar bilan buningga qulub solib qo'ymasangiz o'zingizningki shaxsiyatligingiz oshkorlab ketishi mumkin. Shunga diqqat qiling. Endi 6-chi xil odat o'zi yaxshi ko'rgan ishni qilish. 7-chi odat asosiy mahoratlarni davomli mashq qilish. 8-si o'ziga doim eskartish berib turish. Bu nishonini doim o'ziga eskartib, o'z iniga singdirishdir. Endi 9-si tasavvur qilish mahoratidan foydalanish. Nishonga yetganingizni tasavvur qilganingizda vujudingiz ixtiyorsiz shunday unumni hosil qilishga yetaklandi debdi. Endi 10-si jismoniy va zehniy kuchini saqlash. 11-si muvaffaqiyat qozonuvchilarning yashash nishoni ko'pincha o'zligidan xalqishdir. Iroda tiklash ko'p sonli kishilar uchun to'kpi qo'shish hisoblandi. Bular pul uchun emas, balki burchini ado qilish uchun ishlaydi. 12-si muvaffaqiyat qozonuvchilar sistemali ish qildi. Ya'ni nima ish qilmoqchiligini aniq biladi ham tushunadi. Ya'ni bir qadamni qilib bo'lgandan keyin uning kelarki ikkinchi qadami nima? Navoda ma ish bo'lsa, buningki yaxshi tarafi nima bo'ldi, yomon tarafi nima bo'ldi deganlarni bilib turib qildi demakchi. Endi ularningki fikri va harakatini tartibga solgan bir yurish usullari bo'ldi. Shunga uni uzluksiz amaliylashtirdi ham boshqalarni yetaklaydi. Endi eng oxirgi 13-si bo'lsa, muvaffaqiyat qozonuvchilar usul chora izlaydi. Mag'lubiyatchilar bo'lsa, bahona izlaydi. Muvaffaqiyat qozonuvchilar mag'lubiyatchilar xohlamaydigan ishlarni qilishni xohlaydi. Yuqorqi usullarni uzluksiz davomlashtirsangiz ham uni odatga aylantirib olsangiz, men o'ylayman, bu odatlar sizni pul va ma'naviy boylikka erishtirdi deb. Amsa, hurmatli anglag'uvchi do'stlar, 9-may, ya'ni Xalqaro onalar kuni ekan. Shu munosabat bilan hamma onalarningki bayramini qizg'in tabriklayman. Endi buningga nima nomer o'rinlashtirsam bo'lar deb rastlab qilsam, beshim qatdi. Endi yurakni ezdigan lo'm-lo'm naqsha, deydigan nasr o'qishni men faqatla to'g'ri ko'rmadim.
Bunda qilib sizningki hammaning ko'nglimni beram qilish yoki ko'nglingizni yerim qilg'im yo'q. Onangiz u dunyoga ketgan bo'lsa, uning ruhiga eng esil duoyi salomlaringizni yetkazing. Sizdan kutadigan duo. Sizdan yiroq joylarda bo'lsa, tinch omonlik duolaringizni aymang. Sizning yiningizda bo'lsa, bah siz baxtli ekansiz. Yeniq berib, ana bizni deb jafo tortding. Kishining yurtida zerikib qolding. Berib mondashqa sayliqib kelaylik da. Analari kam bo'ldig'ini dal shu. Öçmez külhan emesmu Əmsə, hörmətlik anlıqçılar, tövəndə bir yumraqlap ütəyli, bu sizni küldürəlisə əcəb emas. Əmsi quluqunuz tövəndə bolsun. Ama yakında pravayla otattım. Apamla dedim, apa, bugün pravniki yolu intam oldu. Öyle otağaç bir durak koyuna bir ötüp gitey. Vay balam gap yok bakın dugarım bana menden. Okulak bağdım. Nak aş intan verilen meydan kipleşinde adı bir maşının işini tutuşum kıl tıpkı kip kaldı alsam apam. Vay, he apa? Dugar kılay diyen ben sana. Vay dugarını kılayamam sana intan bilme telefonu kılam dugarını. Sen bir şeygan dört. O pravu duga kalamda bir pravu. Yuqoridagi yumorni anglab o'tinglar, hammanglarni kuldirdi deb o'ylayman. Unda bo'lsa masalanki o'zingizlarga bir narsa Baltasar Grasiyanninki bir o'zindilardan o'qib etmoqchiman. Oldingi qismliq sonda Baltasar Grasiyan bu odam ispaniyalik bir filosof. Bu adamninki Parasatnoma deymiz, yana nurg'ulg'an kitoblari bor. Uyg'urchaga tarjima qilgan kitobidan 3 parcha kitobi bor. Meniki yodimda bo'lsa. Amsa tövəndə shu bir nuqtalar diqqətingiz bo'lsin. Ko'p bilimlik bo'lish jihatda ehtiyotchan bo'l debdi. Nima uchun degan chaqda kishilar o'z umrininki to'liroqini bilim oshirishga sarf qildi. Biroq o'z ko'zi bilan ko'radigan ishlar oz bo'ladi. Qolgan ishlardan boshqalarga tayinib xabar topadi. Bizning ichki quliqimiz haqiqiy ahvolni egallashdiki orqa eshik. Shundaqla saxta oldi eshik. Haqiqiy ahvolniki tangdan to'lisini quloq tayinib emas, ko'z bilan ko'rib bilamiz. Quloqqa kirgan va ko'zga chiliqqan ahvollarning mutlaq haqiqiy bo'lib chiqadiganliklari nihoyat oz. Yiroqdan keladigan atalmish haqiqiy ahvol texmi sap chiqmaydi. Agar uni kishilar tarqatadigan bo'lsa, ko'p hollarda uningga tarqatquchilarning kayfiyati aralashgan bo'ldi. Bu kayfiyat shay'iga ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, uningga bezor qilarlik yoki xo'shal qilarlik yana bir tus qo'shudida bizni ma'lum ta'sirotga moyil qilib qo'ydi. Yuqori ovozda madhiya o'quvchilar tanqid qiluvchilarga qaragan chaqda diqqatimizni qo'zg'ashga bakrak arziydi. Ularning g'arzi nima ekanligini, kimga yon bosirganligini, nimani ko'zlayotganligini sezib olishimiz lozim. Saxtapaz yolg'onchilardan va odatda doim xatolik o'tkazadiganlardan pahas bo'lishimiz lozim. Daim prinsipli kishilar bilan aloqa qil degan parchani o'qaylik.
prinsipliq kishilarni yaxshi ko'rgin hamda ularning iltifotiga ega bo'lgin. Ular sana qarshi turgan holatdami sana jazman samimiy bo'ldi. Chunki ular uchuq yo'riq ish qilg'achqa oliyjanob kishilar bilan talash tartish qilishni afzal ko'rdiki, o'sal odamlarni bo'ysundirishni ravo ko'rmaydi. O'sal odamlarda odam bo'lish to'g'risida javobgarlik tuyg'usi yo'q. Shu sababdan ular oldida hamisha ilojsiz qolamiz. Mutamlar orasida chin do'stlikning bo'lishi mumkin emas. Ularda axloqiy tuyg'u yo'q. Ularmi ba'zida chiroyli gaplarni qilg'ini bilan gapiga ishnib bo'lmaydi. Shon sharaf tuyg'usi yo'q kishilardan yiroq turish kerak. Chunki ular shon sharafga ahamiyat bermagan yerda axloqqa mo sal qaraydi. Shon sharaf haqqoniyat taxtidir. Hürmetlik anlıqçılar, programımızı anlap kağıt qınanlarga köpdün köp rahmet. Aldınqısan programıda köpçilikning huzuriga mushu diktoriyasatchilik haqidagi bilimlardan savatlandırdık. Köpçilikninki mushu haqida köpürek savatlarninki bo'lishini arzu qildik. Men undaqda köpçilikka mushu diktoriyasatchilik haqida urg'u degan nima degan tema ustida bir to'xtalib o'tsak, urg'u hamda bir parcha maqola nurg'un mustaqil ma'nilik so'zlarniki bir kishidan tuzilgan bo'lib, jumlalardagi so'zlarniki hammasi o'xshash normada bo'lishini tayin. Ularning orasidagi ayrim so'zlar boshqalarga qaragan chaqda texmo muhimroq bo'lishi mumkin. Anglatish davomida muhim nuqtalarni ham maqsadini gavdlantirib berish sababidan ana shu so'zlarni boshqa so'zlarga o'xshash bir xil ovozda aytmay, alohida ko'tarangi kuchlik ham so'zbaroq aytamiz. Buna qilgan chaqda ideaviy hissiyot texim yorqin ifodalandi. Bu jumla urg'usi deyildi. Hamda so'z urg'usi ko'p hollarda ovoz kuchining kuchaytirilishi orqali amalga oshadi. Urg'uliq bo'g'imning tarkibidagi tovushlar ichida eng kuchli aytiladiganligini asosan ma'lum bir so'ziq tovush bo'ldi. Jonliq tilda so'z yoki bo'g'imlarningki yenik yoki urg'uliq aytilishi, uzun qisqaligi va yuqori tuvanligi, so'zlar oraliqidagi o'xshash bo'lmagan tinish ham so'z yoki bo'g'imlarningki o'xshash bo'lmagan suratda talaffuz qilinishi tildagi ritmni hosil qildi. Ritm alohidaligi so'zliguvchininki fikr hissiyotini ifodalab bera oladi. Shu nuqta aniqki, har qanday jumlaning ifodalanishida ma'lum xil til kayfiyati mavjud bo'lib, bu til kayfiyati maqolaning oldi-keyni qismlarini tahlil qilish asosida tepib chiqildi. Demak, hamda urg'u o'zgarmas muqim bo'lishi mumkin emas. U til muhitining o'zgarishiga ergishib, har xil o'zgarish yasishi tabiiy. Urg'uning roli nima degan chaqda shundoq aytishga bo'ldiki, urg'u aniq bo'lmaganida ifodalashda maqsad aniq gavdalanmaydi. Urg'uning o'rni muvofiq bo'lmagan chaqda, bo'libmi asar ichidagi muhim hisoblanadigan jumlaning urg'usi muvofiq bo'lmaganda, ifodalamoqchi bo'lgan ma'no aniq chiqmaydi. Hatto asli maqsaddan chatnab, tashviqotda xatolik, tushunishda uqishmaslik kelib chiqishi mumkin. Amsa urg'uning o'rni qanday bekitildi degan chaqda, urg'uning o'rni so'z urg'usi, jumla urg'usi deb bekitildi. So'z urg'usi degan chaqimizda Uyg'ur tilida asosiy urg'u so'zningki oxirgi bo'g'imiga tushdi. Hamda Uyg'ur tiliga rus tili va boshqa tillardan kirgan kirma so'zlar Uyg'ur tilidagi so'z urg'usiningki yuqori qoidasiga hamma vaqtda birdek bo'ysunivermaydi. Ayrim kirma so'zlarga qo'shimcha ulangan chaqda urg'u hamisha so'z oxiriga tushavermaydi. Ayrim bir qism so'zlarda bo'lsa, asosiy urg'u so'zningki bosh, va yoki o'tira bo'g'imlardan turdi. Hamda jumla urg'usi degan chaqda jumla odatda bir yoki bir qancha so'zdan tarkib topadi. Nutqda so'z urg'usi bilan birga jumla urg'usimi bo'ldi. Jumla urg'usiningki o'rni o'zgarib turdi. U hargizmi o'zgarmas muqim emas. Uni ma'lum bir teoremaga sab bekitkilama bo'lmaydi.
mustaqil so'zlarningki har qanday nutq iqimida ma'lum urg'uga ega bo'ladi, ammo jumla tarkibidagi har bir so'zningki urg'usi o'xshash bo'lmaydi. Endi konkret nutq sharoitida til aloqadagi konkret ehtiyojga asosan demakchi bo'lgan o'y fikrning asosliq markaziy mazmunini ta'kidlamoqchi bo'lganda jumla urg'usidan joyida to'g'ri foydalanish nutqning jalb qilish kuchini oshirishda asosiy maqsadni bildirishda muhim rol o'ynaydi debdi. Bugungi son, ya'ni birinchi son programmam sizga zo'q baxsh ato qilgan bo'lsa, men shundaqmi o'zimni baxtli his qilman. Undaqda sizga xayrlik kunlarningki birga bo'lishini umid qilib, siz bilan xo'shlashmoqchi. Eng oxirgi deydigan gapim, onalar bayrami muborak bo'lsin. Onangizning ko'nglini avilang. Bo'ldimsa, kelarki sonda ko'rishguncha omon bo'ling qarindishim. Allohga omonat. Xayr xo'sh. Anlavatqınımız Erdem Çastotsi.